Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz ya'ni mevali bog'larni zararkunandalardan himoya qilish mavzusi bo'yicha ya'ni tanishamiz. Mevali daraxtlarda asosan eng ko'p uchraydigan zararkunandalardan bittasi ya'ni bu barg bitlari hisoblanib, ya'ni o'simliklarda rivojlanish fazasida erta bahordan ya'ni barg kurtak yosishi bilan rasmda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni shu bargi eng o'suv nuqtasi, shu bargi yumshoq pareximiya qavatiga ya'ni yopishib olib, ya'ni so'rib juda kuchli zarar keltiradi. Ya'ni erta bahordan barg yosish boshlagandan zarar keltirgan ya'ni zararkunandalar bu mevali daraxtlarni rivojlanishdan, o'sishdan ortda qoldirib hamda hosildorlikni sezilarli darajada kamayishiga olib keladi. Keyingisi esa shaftoli bitti ham o'rik, olxo'ri, bodom, ba'zan esa behi va olmaga zarar yetkazadi. Bitta so'rib zararlangan daraxtlarni yaxshi meva qilmaydi hamda hosildorlik sezilarli darajada kamayishiga olib keladi. Bu esa shaftolida ayniqsa o'sha o'suv nuqtasida barglarni bujumaytirib, ya'ni rivojlanishdan, umuman hosildorlikni kamayishiga sezilarli darajada ya'ni ko'rsatishi mumkin. Keyingi zararkunandamiz ya'ni binafsha rang qalqondori. Bu respublikamizda mevali daraxtlarda asosan urug' mevalik ya'ni olma va boshqa mevali daraxtlarda juda kuchli zarar keltirib, ya'ni asosan o'sha eng so'ruvchi ya'ni zararkunanda hisoblanib, mevali daraxtlarning nihollik fazasidan boshlab, ya'ni o'suv davrida o'sha eng yumshoq joyda so'rib, ya'ni kuchli zarar keltiradi. Darak mevalilarning barchasiga ya'ni zarar keltiradi. Binafsha rang qalqondori 1 yilda 2 marta avlod berib rivojlanib, urug'langan urg'och holdagi ingichka novdalar va kurtak qo'ltiqlarida qishlaydi. Binafsha rang qalqondori olma daraxtining eng xavfli zararkunandalaridan biri bo'lib, u daraxtning tanasi, shoxi, novdasi va hosiliga zararlaydi. Daraxtning kuchli zararlangan qismlari qurib qoladi. Daraxt tanasi va shoxida ko'pgina darz va yoriqlar paydo bo'ladi. Daraxtlar o'sishdan to'xtaydi. Tana deyarli yo'g'onlashmaydi va shox va novdalar quriydi. Hatto daraxtlar qurib qolishi ham mumkin. Binafsha rang qalqondori tushgan yoki daraxtlar 2-3 yilgacha ya'ni hosil bermasligi hamda nobud bo'lishi mumkin. Keyingi zararkunandamiz sharq mevaxo'ri bo'lib, ya'ni sharq mevaxo'ri qurti ichki karantin obyekt hisoblanib, ya'ni olma, nok va behi daraxtlarning mevalariga xuddi olma qurti kabi zarar yetkazadi. Sharq mevaxo'ri qurti danak mevalilardan shaftoli, olxo'ri, o'rik hamda o'rikka ham jiddiy zarar yetkazadi. Sharq mevaxo'ri asosan novda va mevani zararlaydi. Yangi o'sgan novda ichidan kirib o'rtasini yeydi. Meva ichiga kirib danak atrofini yeydi va yetilib va meva ichidagi chiqadigan va g'umbakka ya'ni aylanishni boshlaydi o'zi. Rasmda ko'rishingiz mumkin. Novda uchini zararlashi, meva atrofini zararlash hamda imagasini rasmda berilgan. Keyingi zararkunandamiz olxo'ri mevaxo'ri. O'zbekistonda daraxtlarga katta zarar yetkazadi va 2 avlod berib rivojlanadi. Janubiy tumanlarda 3-avlodi ham berib rivojlanishi mumkin. Ya'ni mevaxo'r qurtlari olxo'ri, olcha, mevalar, ba'zan esa tog'olcha, o'rik, shaftoli mevalarga zarar yetkazadi. Ularning to'kilib ketishiga sabab bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, birinchi avlod qurtlari 5-12% mevani, ikkinchi avlod qurtlari esa 70-85% gacha meva zararlaydi. Olxo'ri va olma qurtlarining hayot kechirishi ko'p jihatdan bir-biriga o'xshash, ammo olxo'ri qurti danak mevalilarga ko'proq zarar yetkazadi. Birinchi avlodning kapalagi aprel-may oylarida mevalarga tuxum qo'yadi. Olxo'rning zararlangan joydan aksariyat hollarda yelim chiqib turadi. Ko'pincha bunday meva chirib to'kilib ketadi hamda qurtlar meva ichini kemirib, ya'ni uni ichiga qarab ya'ni yo'l ochadi. Ya'ni meva ichida bu yerda ko'rishingiz mumkin, lichinkasi, imagasi hamda mevani shu olxo'ri ichidagi mevasidagi lichinkasini rasmi berilgan. Keyingi zararkunandamiz ya'ni g'ilofli kuya qurtlari, ya'ni g'ilofli kuya qurtlari asosan danak mevali hamda urug' mevalilarni
bog'larda o'sha barglarga kuchli zarar keltirib, ya'ni o'zi bir yilda bir marta avlod berib rivojlanadi. Ba'zi yillarda, ya'ni bunda ob-havo noqulay kelgan yillarda yoki ozuqaga to'yinmagan yillarda, ya'ni bunda variatsiya hodisasi kuzatilib, ya'ni bir yilda shuning uchun ko'pgina adabiyotlarda tanishingiz mumkin. Ya'ni biz ma'lumotlarimizga ko'ra, ya'ni ba'zi bir adabiyotlarda bir marta, ba'zi bir adabiyotlarda 2 marta avlod berishi ya'ni yozilgan. Buni asosiy sababi, ya'ni o'zi mavsumda bir marta avlod berib rivojlanadi, ammo ozuqaga to'yinmagandan qishloqqa ketgan bo'lsa, ya'ni erta bahorda yana o'sha mevali daraxtlar kurtak yoza boshlaganda oziqlanib, ozuqaga to'yingandan keyin g'umbakka aylanib, ya'ni shu qolgan o'tgan yilgi g'umbakka ketgan fazasi bilan birgalikda, ya'ni ommaviy kuch uchish kuzatiladi. Ya'ni zararkunandalar mevali bog'larda qo'llash uchun tavsiya qilingan insektasidlar asosan, misol uchun bog' bitlari, ya'ni o'suv davrida benzofosfat yoki B58, karbofos, Nurel-D preparatlaridan, ya'ni ishlov berish, ya'ni bu o'sha zararkunanda sonini keskin kamaytirishga hamda bog'da uchiruvchi kanallarga esa o'suv davrida B58, karbofos yoki Nisaran preparatlarni qo'llash bu o'sha hosildorlikni saqlab qolishga hamda hosildorlikni sifatini buzilishini, ya'ni oldini olinadi. Keyingi mevaxo'r, sharq mevaxo'ri, olma qurti yoki g'ilofli kuya zararkunandalarga esa o'suv davrida Avant, Karate, benzofosfat, B58, D6, Fufanon dorilar bilan, ya'ni kimyo preparatlar bilan ishlov beriladi. Qalqon dorilarga esa erta bahorda hali daraxtli kurtak yozmasidan oldin, ya'ni Alperon degan preparatni sepsa, ya'ni bu erta bahorda o'sha qishloqqa ketgan qalqon dorilarni qishloqdan chiqish fazasida, ya'ni bu o'sha zararkunandalar qishloqdan chiqmasdan nobud qilishga olib keladi. Bunda esa Admiral yoki Confidor, B58 shunga o'xshagan kimyo preparatlarni ishlatish tavsiya etiladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.